Xo'p, juda ham qiziq jang, chunki ikkalasi ham stoykachi, ikkalasi ham levsha, chap stoykada urishadi. Ikkalasi ham kurashi bir xil urovenda deb o'ylayman. Chunki Asadbekda ham o'sha kurashini biz juda ham yaxshi harakat qilib qo'ydik. Asadbekda IQsi juda ham kuchli. Asadbek o'sib kelayotgan bola, ham yosh, nokautyor, nokaut qiladigan udari bor. Asadbekda hamma narsa, hamma sharoit bor. Poyisni O'zbekistonga qaytarib olib kelishga. Faqat o'zida endi qolgani yaxshi mehnat qilish kerak, to'g'ri yo'nalish kerak. Trenerimiz bilan juda ham qattiq mehnat qilamiz Asadbek poyisni olish uchun. Bu qisqa qilib aytganimda juda ham qiziq bo'y bo'ladi, 50 yillik bo'y bo'ladi. Hech qanaqa, chunki hamma narsasi bir xil. Lekin bitta plyus tarafi Asadbek poyis uchun urishadi. U zashta qiladi poyisni. Asadbekda juda ham motivatsiya, juda ham kuchli bo'ladi. Chunki poyisni O'zbekistonga olib kelish, yana fight bazaga olib kelish Asadbekda juda ham kuchli bo'ladi. Biz ham qo'limizdan kelgan hamma yordamni qilamiz, xolos.